Esingizda bo'lsa, jigarlar Dilnur menga Surxondaryoda aytdi, Qashqadaryo Surxondaryoning qizlariga uylanish uchun avval ularning shartini bajarishingiz kerak dedi. Ko'pchilik kommentariyada o'tin yorishimni aytibdi. O'tinni ham qo'shib, ikkalasini birga qo'shib yorib yuboraman. Chunki kuchim ko'pdami? Yo'q, turishingiz o'tin yoradiganga o'xshamayapsiz-da. Ehtiyot bo'ling, balki o'chib Hali ketmasin. gap bor, bilasan? Kichkina demang, bizni ko'tarib uramiz sizni degan. Mayli, ko'ramiz. Sizlar yo'g'lar tayyor bo'lib turinglar, shart qilchig'ini bersa, hamma shartni lekin bajarasan. Men bajaraman, oldin siz bajarib ko'ring-chi. Yaxshi, ketdik-da. Davay. Bittadek yorib bersam, turmushga chiqasanmi menga? Chiqaman. Lekin yorishingizga hech ko'zim yetmayapti-da. O'g'illarni nima deb o'ylayapsan ekan? Hozir bittada Ko'ramiz. bo'ldi ham, lekin yomon og'ir bo'ldi ekan. Qani? Yo, bismillah. Mana xohlasang o'zing ur, xohlasang. Всё. Yor olasanmi? Qani? Yorchi o'zing. Mayli. Gap yo'q. Qanday? O'tin yorish mana bundoq bo'pti. Tomosha qiling endi. Men 2 marta adashdim-da. Shartda o'tamadingiz. Ana endi sirdaryoliklar, shartni menga berasan. Xohlagan shartingizni kommentariyada yozasiz, men esa bajaraman. Men просто arendani ololmadim-da, jigarlar xat bo'lmanglar.